Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Sizlar bilan tafsirdan bo'lib kelayotgan haftalik darsimizda Mujodala surasiga kelib to'xtagandik. Mujodala surasi Madinada nozil bo'lgan suralardan bo'lib, Mujodala deb nomlanishligini sababi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni davrlarida Xavla binti yoki Huvayla binti Salaba degan ayol payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga shikoyat qilib keladilar. Buni sababi esa Huvayla binti Salaba eri Avs ibn Somit bilan uyda bir narsa tortishib qolishadi. Ovozlari ko'tarilib, oxiri eri Avs ibn Somit ayoliga ular johiliyatda ishlatadigan sen menga onam kabi haromsan yoki bo'lmasa onamning beli kabi menga haromsan degan shunday gaplarni ishlatishar ekan johiliyat davrida. Bu esa taloqqa yo'yilar ekan. Bo'lib ham qaytib tiklab bo'lmaydigan suratdagi taloq deb e'tibor qilinar ekan. Eri shu gapni aytib yuboradi. Ayolini o'ziga harom qilib qo'yadi. Shundan rivoyatlarda keladi, keyin eri tashqariga chiqib aylanib kelgandan keyin ayoli bilan birga bo'lmoqchi bo'ladi. Shunda ayoli aytadi, siz bu gapni aytib qo'ydingiz, endi bizga yaqinlik qilishimiz mumkin emas deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga boradi va bo'lib o'tgan voqeani u zotga aytib beradi hamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan yechim so'raydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam esa aytadilarki, men bu borada hech qanday narsani bilmayman. Odatga ko'ra johiliyatda bu narsalarda taloq bo'lgan, ering seni o'ziga harom qilib olibdi degan gaplarni aytgan paytida u ayol aytadiki, erini taloqni iroda qilmaganligi hamda nima bo'lgan taqdirda ham farzandlarini otasi ekanligini yaxshi ko'rishligini aytib anchagina payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan so'zlarida tortishadi. Shunda Alloh taolo oyatlarni nozil qiladi. Shundan mana Alloh taolo aytadiki, Bismillahirrohmanirrohim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Dar haqiqat Alloh taolo siz bilan eri borasida tortishayotgan va Alloh taologa shikoyat qilib kelgan ayolning so'zini eshitdi deydi. Alloh taolo o'zini bandalarga yaqin ekanligini, ularning orasida bo'lib o'tayotgan suhbatlar bo'lsin, bu narsalarning hammasidan xabardor ekanligini Alloh taolo ishora qilib bu oyatda aytib o'tadi. Haqiqatan Alloh taolo hamma narsani eshitib, kuzatib, bilib turadi. Bu ayol kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kelib muammosini aytgan paytida hali u paytda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda bu borada fatvo bo'lmaydi. Bu boradagi hukm u zotda nazarlarda aniq bo'lmaydi. Shundan oyatni kutgan paytlarda Alloh taolo ushbu oyatlarni nozil qiladi. Alloh taolo sizlarning o'rtanglarda bo'lib o'tgan suhbatni eshitib turadi deb oyatda aytib o'tadi. Bu oyat haqida biroz to'xtaladigan bo'lsak, birinchi Oysha onamizni gaplari borki, bu borada Xavla binti Salaba payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelgan paytida oilaviy bo'lgan muammosi bilan kelgan ekan. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha xonalarida Oysha onamiz turgan tomon bilan bu Xavla binti Salabani turgan tomonni o'rtasiga parda tortib qo'ydilar deydi. Ya'ni ularning suhbati xos suhbat bo'lganligi uchun. Shunda Oysha onamiz aytadilarki, men o'sha paytda gaplashib turgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan u ayolning gaplari qulog'imga elas kirib turardi. Lekin 7 qavat osmonni ustidan Alloh taolo ularni gaplashayotgan suhbatini eshitib oyatlarni nozil qildi deb Oysha onamiz hayratlanib aytadi. Demak, o'sha xonada turgan Oysha onamizga gaplar to'liq eshitilmasdan ozgina betidan eshitilib qolayotgan holatida Alloh taolo osmonda turib, arshning ustida turib o'sha suhbatni to'liq suratda eshitganligini xabar beradi. Bu esa bizni tarbiyaga chaqiradiki, inson gapirayotgan gaplarini o'ylab gapirishligi. Chunki Alloh taolo uni doim kuzatib turganligi. Nima so'zlashadigan bo'lsa, bu so'zlar Alloh taologa ma'lum, eshitilib turishligi. Shu narsalardan inson tilini nazorat qilishi, aytayotgan gaplarni o'ylanib gapirishligi lozim bo'lar ekan insonga. Yana undan tashqari bu voqeani agar tadabbur qilib ko'radigan bo'lsak, er-xotinning o'rtasida bo'ladigan kelishmovchiliklar ko'proq
taloq bo'lsin, taloq atrofida bo'lgan gaplar bo'lsin, oilada janjal qo'zg'algan paytida, g'azab o'ti alanga olgan paytida sodir bo'ladi. Demak, o'shanday bo'lgan paytga olib bormaslik kerak oilada bo'ladigan kelishmovchiliklarni. Mabodo borib qolgan taqdirida ham o'sha g'azab kelib turgan paytida masalani o'rtani hal qilib olishlikka harakat qilmaslik kerak. Sababi insonni g'azabi kelgan paytida aqli qochadi. Inson to'liq o'zini kontrol qila olmaydigan, nazorat qila olmaydigan holatda bo'lib qoladi. Shuning uchun insonni g'azabi kelgan paytida mana oilaviy muammolarda bo'lsin yoki boshqa holatlarda ham bo'lsin, tilini nazorat qila olmagandan odobga xilof bo'ladigan ancha-muncha so'zlar ham uni og'zidan chiqib ketadi. Lekin bu gaplarga u keyinchalik qattiq afsusdomat qiladi. Shuning uchun o'shandek insonni g'azabi qo'zg'agan paytida muammoni hal qilishga harakat qilmasdan u makonni tark etish kerak. Asablar tinchigandan keyin, sokin bo'lgandan keyin, hamma ish joyiga tushgandan keyincha kelib bu masalani hal qilishga harakat qilsa bo'ladi. Unda inson aqli bilan tasarruf qiladi. G'azab kelganda esa ko'proq inson hissiyotiga qarab ketadi. Bo'lib ham erkak bir tomondan, ayol boshqa tomondan ikkalasining o'rtasida g'azab qo'zg'aladigan bo'lsa, demak, ularning orasida noxush bo'lgan yoki Allohga hattoki yoqmaydigan ko'plab so'zlar aytilib ketadi. Bu esa oilalarni parokanda bo'lishiga ham olib borishi mumkin. Ko'plab taloqlar ayni mana shunday bo'lgan holatlarda sodir bo'ladi. Demak, bu narsalarda inson unutmaslik kerak ekanki, Alloh taolo insonni har holatida kuzatib turganligini, uni barcha so'zlar Alloh taologa eshitilib turganligini unutmasligi kerak ekan. Innalloha sami'un basir. Albatta Alloh taolo o'zi hamma narsani eshitib, barcha narsani ko'rib, kuzatib turadi deb ta'kidlab aytayapti. Allazina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Undan keyingi oyatda esa Alloh taolo ayni o'sha johiliyat davrida odamlarda iste'molida bo'lgan zihor holatini muolaja qilib boshlaydi. Bu zihor qilishlik, ya'ni ayolini onasidek o'ziga nikohini harom qilib oladi. Insonga o'zini mahramlari bilan birga qo'shilishligi harom-ku. Demak, ayolini ham o'shalar qatorida qilib oladi. Bu esa johiliyat davrida u ayolni butkul suratda harom qilib qo'ygan. O'shandan bu ayol qo'rqib ketib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga yechim izlab keladi. Alloh taolo tomonidan nozil bo'lgan oyatlar esa bu xunuk bo'lgan so'zni muolaja qilib oyatlarni Alloh taolo nozil qiladi. Aytadiki, allazina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Sizlardan ayollarini izhor qiladigan kimsalar o'z aslida ularni bunday gapni aytishligi, sen onamdek menga haromsan deyishi bilan ayollari hech qachon onalariga aylanib qolmaydi dedi. Demak, Alloh taolo buni birinchi o'rinda ayollari hech qachon onadek bo'lmaydi. Johiliyat davrida o'shandek deb e'tiqod qilishardi. Tamom, endi bu seni onangga o'xshab qopti, bu bilan birga bo'lishing mumkin emas deb. Alloh taolo yo'q, bu so'zni haqiqati yo'q dedi. Bekor gap bu dedi. In ummahatuhum illallahi waladnahum. Odamlarning onalari o'zi asli ularni tuqqan kimsalar bo'ladi. Bu haqiqiy ularning onalari bo'ladi. Va innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Lekin bular bunday gapni aytishlik bilan juda ham nomaqbul bo'lgan hamda yolg'on bo'lgan gapni gapiradilar dedi. Bunday gaplarni ular aytmasligi kerak edi deb Alloh taolo bunday bo'lgan so'zlarni aytishlikni nomaqbul bo'lgan ish dedi hamda yolg'on bo'lgan ish dedi. Yolg'on bo'lganligi hech qachon ular ayollari, onalari gap bo'lmaydi. Innalloha la'afuvun g'afur. Albatta Alloh taolo kechirimlik, afu qiluvchi, mag'firat etuvchi bo'lgan zotdir deb aytadi. Demak, bunday gaplarni aytishlik gunoh ekanligiga Alloh taolo ishora qilib, bu deb bo'lgan so'zlarni aytmanglar, aytgan kimsalar esa bunga istig'for aytib tavba qilinglar. Albatta Alloh taolo sizlarni kechiruvchi, gunohlaringizda mag'firat qiluvchi bo'lgan zot deb aytib o'tadi. Bizda bunaqa iste'mol yo'q sifatida arablarda johiliyat davrida bo'lgan ekan. Lekin agar yaxshi tomonlardan ayolni onasiga o'xshatsa-chi, masalan pazandaligida bo'lsin yoki boshqa yaxshi tomonlarda bo'lsin, onasiga o'xshatadigan bo'lsa, bunda hech qanday oyatda kelgan bu qaytaruv ostiga bu narsalar tushmaydi. Bunda hech qanday insonni ayoli harom ham bo'lib qolmaydi. Demak,
inson ayolini onasiga yaxshi tomonlarda o'xshatishi mumkin, faqatgina harom bo'lib qolishligi tomonidan onasidek ko'rishligi yoki onasidek deb aytishligi bu narsadan qattiq bu oyatlarda qaytarilyapti. Endi o'shandek ishni sodir etib qo'ygan kimsalar qanday jazoga loyiq bo'ladilar? Ular bunday holatdan qanday qutuladilar? Qanday yechim bor ularga? Mana shu to'g'risida Alloh taolo keyingi oyatda bizlarga xabar beradi. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. Ayollarini zihor qiladigan kimsalar, onalarga haromlikda o'xshatadigan kimsalar, mana shunday ayollarni o'zlariga harom qilib olgandan keyin ularga yana qaytmoqchi bo'lsalar, ular bilan birga yashamoqchi bo'lsalar, birga aloqa qilmoqchi bo'ladigan bo'lsalar, unda ularni zimmasiga kafforat to'lashi lozim bo'ladi. Shundan o'zi Alloh taolo fatvo berib bu masalaga aytadiki, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, ayollar bilan qo'shilishdan oldin ular bir qulni ozod qilsinlar dedi. Bu unga jazo, o'shanday gapni aytadigan odamga nisbatan. Zalikum tu'azuna bih vallohu bima ta'maluna xabir. Mana shunday narsa bilan sizlar qo'rqitilasizlar. Bunday gaplarga sizlar jur'at qilmanglar bundan keyin. Johiliyatda ishlatilgan so'zlarni mana bunday ayolinglarni o'zlaringizga harom qilib olmanglar deb bu o'rinda Alloh taolo mana shu sizlarga zikr qilinadigan narsalar bu endi sizlarga ham pan-nasihat tomonidan ham sizlarni bunday so'zlarga jur'at qilmasliklaringiz uchun qo'rqituv suratida kelayotgan yechimlar deb aytib o'tadi. Alloh taolo sizlar qilayotgan hamma narsadan xabardor. Endi o'shanday ishni sodir etgandan keyin Alloh ko'rsatgan bu fatvo ko'rsatmalarga binoan amal qilasizlarmi yo'qmi? Alloh taolo o'zi nazorat qiladi. Albatta bu narsani yechimida Alloh taoloning aytganini qilishlaringiz lozim bo'ladi deb aytib o'tadi. Endi shu o'rinda bir masala. Endi ayol kishi, masalan, ayol kishi eriga shunday desa bo'ladimi? O'ziga harom qo'ysa bo'ladimi? Yo bunda yuqoridagi johiliyatda aytilgan holat sodir bo'lmaydi, lekin ayol kishi aytsaki erga siz menga endi haromsiz desa, bu haromsiz deb aytganligi qasam o'rnida o'tadi-da, uni ortidan esa ayol kishi eriga qaytishligi uchun kafforat chiqarishligi kerak bo'ladi. Buni dalili esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan ayollari o'rtasida sodir bo'lgan asal voqeasi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam halol bo'lgan asalni o'ziga harom qiladilar. O'shanda Alloh taolo oyatlarda bundan qutulishlik uchun qasam kafforatini to'lashligini aytib o'tadi. Ana o'shandek inson o'ziga halol bo'lgan narsani menga bu narsa harom deb qat'iyat bilan harom qilib oladigan bo'lsa, u nima bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni u narsaga qaytmoqchi bo'ladigan bo'lsa, albatta kafforat to'lash kerak bo'lar ekan. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. Mana undan keyin agar insonda imkoniyati bo'lmasa, qul ozod qilishlik u paytda qimmat turgan. O'shandek islom insonlarni qullikdan birdan ozod qilmasa-da, lekin kafforatlarga ko'plab inson tavba qilish kerak bo'lgan ishlarda qul ozod qilishlikka targ'ib qiladi yoki buyuradi. Qul ozod qilishlik u paytda qimmat turgan aytib o'tganimizdek, endi unga insonning imkoniyati bo'lmasa agar, unda 2 oy ketma-ket ro'za tutsin dedi. Min qabli an yatamassa, ayoliga qo'shilishligidan oldin dedi. Demak, ayoliga qaytmoqchi bo'lsa, oilasini yana davom ettirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, qul ozod qila olmaydigan holatda endi 2 oy ketma-ket ro'za tutishligini Alloh taolo bu yerda unga vojib etdi. Albatta bu ham oson emas, 2 oy ketma-ket ro'za tutishlik. Shundan aytib o'tdiki, faman lam yastati, kimki endi bunga qodir bo'la olmaydigan bo'lsa, haqiqatan qodir bo'la olmaydigan bo'lsa, shunchaki gap emas, balki haqiqatan qodir bo'la olmaydigan holatda o'sha Havla ibn Sa'laba aytgandek eri yoshi qari bo'lganligidan ro'za tutishga qodir bo'lmaydi yoki bo'lmasa ba'zi odamni sog'ligiga yo'l qo'ymaydi. O'shanday holatda bo'ladigan bo'lsa, unda fa it'amu 60 miskina, ya'ni 60 ta miskinni taomlantirsin dedi. Demak 60 ta miskinni bir mahallik taomlantirishligi bu 1,5 kilo atrofida guruch berishlik bilan bo'ladi yoki ozroq bo'lgan bug'doy. O'shandek 60 ta miskinga bo'ladigan bo'lsa 1,5 kilodan bo'lsa guruch 90 kilo atrofida o'shanchani odamlarga sadaqa qilish kerak bo'ladi. Zalika li tu'minu billahi va rasulih. Bunday bo'lgan hukmlarni aytilishligi sizlarni Allohga, rasuliga bo'lgan iymoninglarni yana ham mustahkam qilish uchun.
yana ham sizlarni imtihon qilib haqiqatdan Alloh va rasuliga ishonib unga bo'ysunasizlarmi yo'qmi, mana shu narsalarni nazorat qilishlik uchun sizlarga shunday hukmlar aytildi deydi. Va tilka hududulloh, bu aytilgan narsalar Alloh taoloni qo'yib qo'ygan hadlari, chegaralaridir dedi. Alloh taolo qo'yib qo'ygan chegaralar, albatta u chegaradan o'tib ketmaslik kerak inson. Demak, o'shanday bo'lgan so'zlarni yuqorida, ya'ni zihor degan so'zlarni iste'mol qilishni Alloh taolo qaytarib qo'ydi, gunoh ekanligini aytdi. Lekin inson u narsani aytib qo'yadigan bo'lsa, albatta uni ortidan u insonga jazo choralari qo'llaniladiki, bu inson kafforat berishligi kerak bo'lar ekan. Shundan Alloh taoloning qo'ygan chegaralariga yaqinlashmanglar, undan o'tib ketib qolmanglar. Valil kafirina azabun alim. Kofir bo'lgan kimsalarga alamlantiruvchi azob bor. Negaki ular Allohning qo'yib qo'ygan chegaralarini bilishmaydi. Mo'minlar-ku Allohning chegaralaridan ehtiyot bo'ladi, u narsalardan o'tib ketmaydi. Allohning chegaralari nima? Alloh taolo nimani harom qilgan bo'lsa, o'shanga chegara qo'yib qo'ygan. Chegarani u tarafiga o'tmagan, harom narsaga kirib qolasan deb. Innal ladina yuhadduna Alloha va rasulahu kubitu kama kubital ladina min qablihim. Endi Alloh va rasuliga qarshi dushmanlik qiladigan kimsalar, to'g'ri, Alloh taolo qo'yib qo'ygan chegaralarga mu'minlar rioya qiladi, boshqalar uni rioya qilmasdan buzib ketaveradi. Lekin Alloh taolo bu chegaralarni hamma uchun qo'ygan. Unda musulmon bo'lmagan ajratilmaydi. Alloh harom qilgan, mumkin emas qilib qo'ygan narsalar albatta hech qaysi bir inson tomonidan sodir etilmasligi kerak. Endi Alloh va rasuliga dushmanlik qilib, o'shanday chegaralarni ham bilmasdan, Allohni o'ziga ham rasuliga ham iymon keltirmasdan, aksincha ularga qarshi dushmanlik kayfiyatida bo'ladigan kimsalarni holati haqida Alloh taolo aytib o'tadiki, kubitu kama kubitalladina min qablihim. Avval o'tmishda bo'lgan kimsalarni xorlangani kabi bular ham xorlikka yuz tutadilar dedi. Bularni qiladigan rejalari barbod bo'ladi, xorlikka yuz tutadi deb Alloh taolo aytib o'tdi. Demak, qaysi bir kimsalar o'tmishda Alloh va rasuliga oshkor bo'lgan suratda dushmanlik qilgan bo'lsa, Allohni qo'yib qo'ygan chegaralardan o'tib ketgan bo'lsa, zulmlarni kuchaytirib yuborgan bo'lsa, bunday bo'lgan xalqlarga nisbatan Alloh taoloni azoblari qattiq kelgan. O'sha narsalardan Alloh taolo ogohlantirib aytib o'tyapti. Vaqad anzalna ayatin bayinat, dar haqiqat biz ochiq oydin bo'lgan oyatlarni nozil qildik. Bu hukm borasida ham, bu yuqoridagi masala borasida ham Alloh taolo o'zini ochiq oydin bo'lgan suratda hukmini tushirdi. Boshqa masalalar borasida ham Alloh taolo oyatlarni ochiq oydin bo'lgan suratda nozil qilgan. Valil kafirina azabun muhin, kofir bo'lgan kimsalar uchun xorlovchi bo'lgan azob bor dedi. Negaki ular aytib o'tganimizdek, Alloh taoloning oyatlarini qabul etmaydi, ularga qarshi turadi, u narsalarni esa inkor etishadi. Yawma yab'athuhumullohu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Qiyomat kunida Alloh taolo ularni, ya'ni insonlarni hammasini jamlaydi. Bu birinchi navbatda kofirlarga qilinayotgan xitob. Qolaversa musulmonlarga ham Alloh taolo qiyomat kunida hammani jamlaydi-da. Nima uchun jamlaydi? Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ularga dunyoda qilib o'tgan ishlarini xabarini beradi. Chunki hammamiz bilamiz, inson bu dunyoga imtihon sinov uchun yuboriladi. Uni qilib o'tadigan amallarini hammasi Alloh taolo tomonidan yozib qo'yiladi. Unga ko'ra inson hisob-kitob qilinadi, oqibati esa o'shanga ko'ra tayin etiladi. Qiyomat kunida Alloh taolo hammani jamlaydi. Siz u bizni ham boshqalarni ham jamlaydi. Qilib o'tgan amallarimiz haqida xabar beradi. Lekin insonlarning bu dunyodagi holati qanday? O'zimiz yoki boshqalarning holati ham. Ahsohulloh va nasuh. Alloh taolo insonlarga qilib o'tgan amallarni hammasini hisob-kitobini qilib qo'ygan. Va nasuh, lekin insonlar uni unutishadi dedi. Insonlar bu dunyoda qilib o'tgan ko'plab amallarni unutib qo'yadi. Yaxshilari bo'lsin, yomonlari bo'lsin. Lekin ayrimlari insonning xayolida qoladi, esida qoladi. Bir odam borki, qilgan yaxshiliklarni eslab qoladi-da, yomon gunohlarni barchasini unutgan bo'ladi. Bu ham yaxshilik holati emas. Inson aksincha yaxshiliklarini unutib, oxiratga zaxira sifatida, jamg'arma sifatida qoldirib turib, gunohlarini unutmaslik kerak. O'shalardan o'ziga xulosa olib, istig'for aytib tavba qilib turish kerak bo'ladi. Demak, biz insonlarni ko'pchiligimiz qilib o'tgan ishlarimizni unutib qo'yamiz ekan, gunohlarga tavba qilish ham undan ko'rinmay qolar ekan.
shundan alloh taolo oyat kalimada aytib o'tadiki وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Odamlarga qiyomat kunida alloh taolo tomonidan hisobida yo'q bo'lgan amallari ko'rinib qoladi. Oxiratga borganda mana amallarni qilgan ekanman deb nomai amalni ko'rgan paytida, o'qigan paytida insonlar o'zlari guvoh bo'lishadi. Eskina bu dunyoda shu gunohlarimga tavba qilib olmabman, bu gunohlarimni alloh taolodan kechirim so'rab qo'ymabman yoki bironta insonlarga qilgan ishlarim bo'lsa ulardan kechirim so'rab qo'ymabman deb juda ham qattiq afsus-nadomatga tushadi. Vallohu ala kulli shay'in shahid. Alloh taolo barcha narsalarga guvohdir. Hamma narsaga guvoh. Nafaqat eshitadi, ko'radi, balki o'sha narsaga o'zi ham guvoh bo'ladi alloh taolo. Shuning uchun qiyomat kunida bandadan to'g'ridan to'g'ri so'raydi. Nima uchun falon narsalarni qilding? Nima unday qilding? Nimaga bunday qilmading deb turib. Mayli alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, xato kamchiliklarimizni o'zi kechirsin. Har qanday holatda ham alloh taoloni nazorat qilib kuzatib turganligini yodimizdan chiqarmaslikka o'zi muvaffaq qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.